Yaqin insoningizni yo'qotdingiz. Farzandingizni yo'qotdingiz. Homilangizni yo'qotdingiz. Shunday holatlarga tushganmisiz? Siz o'zingizni yana aybdor deb his qilasiz. Lekin bu joyda siz bilishingiz kerakki, bu Allohning ishlari va bunga siz hech narsa qila olmasdingiz. Shu kabi holatlarda aybdorlik hissini siz o'zingizda his qilgan saringiz tushkunlikka tushib ketasiz. Qo'lingiz ishga bormaydi va yo'qotgan odamlaringizni boshqa obrazlar bilan to'ldirgingiz keladi. Ish bilan to'ldirgingiz keladi yoki yana boshqatdan homilador bo'lgingiz keladi yoki bolalaringizga, xo'jayiningizga va ishxonaga ko'proq e'tibor berishni xohlaysiz. Ammo bu bo'shliqni hech narsa to'ldirmaydi. Bu holatlarda siz Allohdan yuqori bo'la olmaysiz. Bu Parvardigorning ishlari va yo'qotgan insonlaringizni esa qalbining tanlovi, Allohning ishlari. Shuni anglolsangiz, aybdorlik hissidan ham, tushkunlikdan ham chiqib keta olasiz. Lekin qolmayotgan bo'lsangiz, direktorimga yozing va suhbatimga keling. Buning negizini topishga harakat qilamiz.